Bugun sizlar bilan 12 ming dollar sarflangan Jamol aka Cobalt'larni obzorni qilamiz. Jamol aka, Albatta bu Cobalt'ni laqabini ko'plar biladi. Cobalt. Bu degani keladigan joyi. Mashinaning old qismiga zamonaviy bilet faralar o'rnatilgan. Old qismiga to'liq bronye plyonka bilan himoyalangan. Lobovoy gerb o'rnatilgan va yondagi oynalarida esa slipoy zona datchiklari mavjud va yanada eng chiroyli ko'rsatadigan old qismi bu 18 dyumli Kawasaki diskalari. Nima deb o'ylaysiz? Necha baho berasiz shu Saka diskalarga? Kommentariyada fikringizni qoldiring, biz davom etamiz. Saloni esa umuman boshqa daraja. Malibu ruli, Malibu bar, panorama lyuk, pioner magnitola va start stop tugmasi o'rnatilgan. Lekin eng qimmat detal bu audio sistema. Uning o'ziga 4000 dollar ortiq mablag' sarflangan va ovoz sifati haqiqatan ham zo'r. Mana Jafar Polni mashinani ko'rdingiz. Salkam 26 ming pul ketgan, salkam 4 oy vaqt asab ketgan. Sizga mashina yoqdimi, yo'qmi? Faqat haqiqat. Jamol aka to'g'risini aytib, ko'ngildan juda shu mashina yoqdi. O'zim olardim, lekin bu izoh bizning obunachilarimizdan bo'lsa, fikringizni kommentariyada qoldiring, bizga obuna bo'lish va like boshlash eslaringizdan chiqmasin. Xayr. Podдержка uchun rahmat.